Amerikanın bu nöbetlik Tashqi ishlar ministri Antony Blinken vazifəyə təyinlənib tuncu günü ötküzülgən axbarat elan qilish yığınında Xitayning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini qayta ta'kidladi. O 27 yanvar kuni muxbirlarning Trump hukumatining Uyg'urlar ustidan chiqargan irqiy qirg'inchilik qarori haqidagi savollariga javob berib, mundaq dedi. Mening Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik elib berilyotidi degan hukmim yanala aslidagidek. Uningda o'zgarish bo'lgani yo'q. So I haven't actually seen what Ambassador Thomas Greenfield said, so I can't comment on it, but my judgment remains that genocide was committed against the Uyghurs, and that hasn't changed. Amerikanın sabiq Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 19 yanvar bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini jakarlagan edi. Antony Blinken Amerika Kengash palatasida o'tkazilgan vazifaga o'ltirish oldidagi guvohlik berish yig'inida Trump hukumatining Xitoyga qaratgan siyosatini qo'llaydiganligini bildirgan va Xitoy hozir Xinjiangda qirg'inchilik qilyotidi degan edi. Uning vazifaga rasmiy o'ltirib tunji kuni o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida yana bu nuqtani ta'kidlashi alohida diqqat qo'zg'adi.